hech qayeri og'rimasa ham, misol qo'ldan tushmaydi, yotkizib qo'ysangiz yig'ilaveradi, o'zini kech paytlari turib olib, ming'illab yig'illar paydo bo'lib qoladi. Necha marta kirdizdimi? Bir marta. Yo'tal qachondan beri boshlandi? Necha oylik bo'ldi bola? 10-oy o'tyapti. Xo'p, umumiy shikoyatlaringiz yo'tal, isitma, xirillash, ichining yashil o'tishi qachondan beri boshlandi? 3 kundan beri. Qayd qilish bormi, yo'qmi? Yaxshi. Ishtahalari qanaqa? Uyqusi qanaqa? Uyqusi ham yaxshi. Yo'tal refleksi kasallik tuzalgandan keyin ham 20-25 kungacha davom etishi mumkin. Misol yo'talyapti-ku deb turib, qanaqadir kasallik tuzalmadi degan xulosaga kelmaymiz. Chunki bolalarda yo'tal refleksning qolishiga o'sha aytganimdek 20-25 kun vaqt kerak bo'ladi. Tezda qolmaydi. U klinika asoratda u sekin yo'qoladi. Bizda asosiy maqsad organizmdagi o'tkir davrdagi prosesni yo'qotib bersak, aqlni organizm o'zi sekin yengvoraveradi. O'sha burun oqishlarini ham, aksirishini ham, yo'talini ham, ishtahasizlik o'zi sekin o'tkir davr yo'qolgandan keyin, ya'ni kasallikni keltirib chiqaruvchi bakteriyalar, viruslar va boshqa infeksiyalar organizmdan bartaraf qilingandan keyin sekin organizm o'zini sekin qayta tiklaveradi. Unga jicha vaqt kerak bo'ladi. U paytda bolani yaxshi ovqatlantirish, yaxshi parvarish qilish, uyqu rejimini me'yorga solishimiz kerak, kunda cho'miltirishimiz kerak, yaxshi ovqatlarni berishimiz kerak. Plus boshqa gripp shamollaganlardan kontaktni uzishimiz kerak, ya'ni muloqotda bo'lmay turishimiz kerak bo'ladi. Nafas yo'liga tushgan infeksiyalar faqat bolaning nafas yo'lini zararlamaydi-da. Misol, tomog'ini zararladi yoki burun yo'llarini yoki o'pkasini zararlagandan tashqari ichak mikroflorasiga ta'sirini ko'rsatadi. Shuni hisobiga bolada qorin og'riqlari, bezovtaliklar, diskomfort holatlari, ichini buzilishlari paydo bo'lib qoladi. Misol, bolam o'pkasida nima bo'ladi, endi ichi buzildi yoki endi ishtahasi yo'q, endi ichi o'tyapti degan xulosaga kelishimizga asosiy sabab nima? O'sha buzadi. Bolaning nafas yo'li faqat nafas yo'li emasda, boshqa a'zo to'qimalarining ham faoliyati buziladi. Undan tashqari bolaning nevrologiyasi buziladi. Hech qayeri og'rimasa ham, misol qo'ldan tushmaydi, yotkizib qo'ysangiz yig'ilaveradi, o'zini kech paytlari turib olib, ming'illab yig'illar paydo bo'lib qoladi. Ko'ngliga hech narsa sig'maydi, u og'riqni hisidan emas, o'sha infeksiyalar bolaning nevrologiyasiga ta'sir ko'rsatganligi hisobiga.